Yo, asta. Mana vaqtim ochilganki, Xudoga shukr. Baxtingiz yo'lda bizning ish yo'q. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qoning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, meni qonim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'le, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha, o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin. Bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Mana men uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni osilib yotibdi. Bilsin ey qishingda bir jin. Voy, mana qo'nchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Gaz qichayib chiqib turibdi. Boyxon. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy, tavba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Bobirjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nima bunday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobir! Bobir! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qoni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim, qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?